Tak, man o'zi 1 yildan oshdi yuzimga ugri toshayotganiga. Основной mana shu ikkita yanoq tomonimda ko'p toshdi. Boshida unaqa ko'p emas edi. E'tibor bermadim keyin o'zim ham. Keyin oyim ham aytdilar, o'tib ketadi. Hozir hammada подростковый возраст o'zi bo'ladi. Keyin o'tib ketadi dedilar. Keyin shundan keyin koreyskiy uходlar oldim. Qildim ularni. Lekin umuman foydasi bo'lmadi. Hamma gapirardi. Nima bo'ldi yuzingga? Oldin unaqa emas edi-yu. Yomon bo'lib ketibdi, yomon toshib ketibdi deb aytishdi. Dermatologga maslahat bermayman deb ko'plar gapirdi. Chunki men borganman, yaxshi bo'lishi o'rniga meniki yomon bo'lib ketdi yuzim deb aytishdi. Men to'g'risi umuman lekin hali bormaganman dermatologga. Tavakkal qilib keldim Rodopani oldilariga. Kuzatdim. Boshida to'g'risi o'zim ham qo'rqdim. Keyin bitta-ikkita chiqardi-da boshida. E'tibor bermadim chunki o'zim ham. Keyin уже mana shu koreyskiy narsalarni ishlatganim bilan keyin battar toshib ketdi. Keyin yig'ladim, olib boring oy. Уже nima qilmayman. Bu yoqqa kelishimdan oldin viza oldim. Har kelganimda o'zi vizaga olib o'tiraman. Olib yuraman. Чтобы o'sha do'boslasini o'zim bilishim uchun, sezishim uchun уже bir marta keldim. Yuzim qadir-budur, qanaqadir ugriylar, qadir-budur bo'lib g'alati turardi-da. Bir marta keldim, chiska qildilar, qo'lda qildilar. Shundan keyin уже bitta protsedurani o'zida men sezdim. Yuzim silliq qanaqadir bo'lib qoldi. Rodopaga kattakon rahmat aytgan bo'lardim. Chunki men to'g'risi bunaqa natija kutmagan edim Rodopadan. Bittada men уже sezdim yuzimda bo'lgan o'zgarishni.